U kim bo'ptiki, men unga hisob kitob berishim kerak. Tillalar o'g'limning puliga kelgan. Noshukur kelin tillalarni hisoblab bering. Xola, keliningiz bilanlarmi tillalarni sotayotganingizni? U kim bo'ptiki, men unga hisob kitob bersam. O'g'lim bechora Rossiyada 5 yil ishlab kelib topgan pullariga xotinchasi tillarni bosib qo'yibdi. Mayli, hech kim qarshilik bo'lmasa biz olib qo'yaveramiz. Nega qarshilik qilar ekan? Tilla o'g'limning puliga kelgan bo'lsa, xizmatimni qilib qo'yibdimi meni? Ha, xola, men siz tushundim. Men sizga hozir hisoblab beraman. 583 proba ekan. 585 32.16 gram toshing minus qilib 855 mingdan qilib beraman sizga. 26 million 770 ming bo'lyapti. 26 million 800 qilib beraman. Voy noshukur, shuncha tillarni bosib qo'ygan ekan, oyog'imni o'qalab qo'ygin desam, ensasini qotirib xonasiga kirib ketardi. Xizmatimni qilganda hamma tillalarni berardim. O'zimnikini ham qo'shib bergan bo'lardim kerak bo'lsa. Nima ham deymiz? Hamma bo'lib turgan holatda uydagi muammolar bizga tillingiz vajniroq edi. Sotasizmi? O'zi oxirgi narxing qancha? Boya nech pul deyotganding? O'shani aytgin menga. 26 million 770 ming bo'lyapti-da, 26 million 800 qilib berdim. Voy pismiq kelinlar, pulni qanaqa qilib saqlashni bilar ekan-a? Sana pulni. Xo'p. Bu yerda 15 million, 10 million, 25 million bo'ldi. 1 million 800, 26 million 800 bo'ldi. Barakasini bersam. O'zi tilla olib qo'yish kerak ekan-a? Rahmat bolam, yana kelaman oldinga.